Assalomu alaykum Gold Fishing guruhimiz a'zolari. Mana lichinkalarni qaranglar, mana hozir Ulug'norga keldik. Olib ketgani keldik. Amur akam. Mana zerkalniylari ham bor. Hadi. Böyle mana yetib keldi balalarimiz. Hozir to'kamiz. 3tasi jiyanimniki, hovuziga qo'yib yuboradi. 3tasi meniki, bo'g'oziga qo'yib yuboraman. Ehson meniki. Assalomu alaykum Gold Fishing guruhimiz a'zolari. Mana balalarimiz keldi, mana 3ta qopdi. Olib keldik, bir 20 kilocha baliq. Ha, olur. Bu joylardan dadam rahmatli baliq tutardi. To'kchilardi dastidan baliqlar kamayib ketdi bu yerlarda. Endi dadam ruh shod bo'lsin deb mana ehson tariqasida baliq olib kelib to'kyapmiz. 2 kilo oldin to'kdik, 2 kilo oldin. Endi tez to'kib turamiz, xudo xolasa. Hammani shunaqa ehson qilishlikka nasib qilsin. Hop. Shu ko'rayotganlar like bosib, otam ruhiga duo qilib olishinglarni iltimos qilamiz. Guruhimizga a'zo bo'lib, xudo xolasa tez tashab turamiz har joylarga. Qo'limizdan kelgancha o'zingan paytimizda ehson qilamiz shunaqa qilib. Qani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Sazan, belyamur, har xil balalar. 2023-yilimizda yine 24-yilim 30 mingta baliq to'kkan edik bega. Sonra ko'prikdan to'kamiz. Bu Qoradaryoga borib ulanib ketadi. Hamma joylarga keta oladigan, mana juda ham chiroyli holatda yetib keldi baliqlar. Qani to'kov. Bugun 10-aprel juma, soatimiz 10 yonaverib bo'ldi. Hozir video qilayotganda ko'rinmayapti. Bu yerda eski juda zo'r baliqlar bo'lardi. To'k solaverib qirishvordi. Alloh shu to'kchilarga ham insof bersin. Shularga insof so'ragan holatda shu bizni ishlarimizni ko'rib, shular ham bir uyalib somay qo'yar degan niyatimiz ham bor. Andijon tumani Nayman qishlog'i Aylanpa mahallasi. Ketdi. Kimdir ushlab maza qilsa, ko'paysa biz xursand bo'lamiz. Tabiat sevadiganlar hammamiz qo'limizdan kelganicha 5-10 kilodan bo'lsa ham to'kib tursak, 1 kilodan bo'lsa ham to'kib tursak juda ulug' ish bo'ladi. Ko'payib ketadi xudo xolasa. Mana ekologiyadagilar qalmoqchilardan pullar yig'yapti, boshqa qilyapti. Ash pullarga ham shu narsalarni tashkil qilib baliqlar to'yib bersa, qalmoqchilar manaqa platniy ko'llarda ham yurmaydi-da, mana shunaqa joylarda, dikiylarda ila ov qilib qo'yadigan bo'ladi, xudo xolasa. Ketdi. Mana arzimas bo'lsa ham baliq to'kdik.